Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim 5 avqust günü çağırılğan Qurultay vəkillərinin ümumi to'yğında qılğan sözüdə Xitayning Uyg'urlar qaratgan chegara halqan bostirish siyosati yuqori pallaga chiqqan, chet ellardagi Uyg'urlarning vatandagi tuqqanlarini go'riga ilish, bexatarlik organlari orqali chet ellardagi Uyg'urlarga bevosita tahdid silish, ularni bir-birini nazorat qilishga qistash, chet ellardagi Uyg'urlarni turli vositalar bilan vatanga ziyorat berish, qiziqtirish yoki majburlash orqali ularni atalmish Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash, Shi Jinpingning yangi davrdagi Xinjiangni idora qilish strategiyasini amillashtirish, Xinjiangni o'rtaq gullantirish, Cunhua milleti ingini aşırış təşviqat üçün xizmət qıldırışqa urinayotganligini, xalqimiz hayat mamatlik xavfga duch kelgan bunda xalqiliq bir paytda chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizning vatanga berishining amaliyoti bilib bilmay Xitoyning yuqorqidagi razil siyosatlari uchun xizmat qilishdan boshqa narsa emasligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Dünya Uyg'ur Qurultayining bu jihatdagi pozitsiyasining nihoyat aniq va keskin ekanligini, Dünya Uyg'ur Qurultayı bo'lish sifati bilan bugungi vaziyatda muhojiratga Uyg'ur qarindoshlarimizning nima sababdan bo'lishidan qat'iy nazar vatanga berib kelishiga prinsip jihatdan qat'iy qarshi turadiganligini ifoda qildi va Qurultay vakillarini bu masalada alayda ho'shyor va sagak bo'lishga, o'zining chet eldagi urug' tuqqanlari, do'st yaranlari va o'zir turishli davlatlardagi Uyg'urlar orasida bu jihatga tashviqot va ta'lim-tarbiyani kuchaytirishni talab qildi. Dolqun İsa əpəndim sözdə yana Xitayning Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari bir hukumat va 9 parlament tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilingan Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan bu vaqt xalqaro qonun asoslar va tartiblar bo'yicha rasmiy hukm chiqarilgan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan chegara halqan bostirish siyosatiga qarshi ba'zi hukumatlar qonun tadbirlarini yo'l qo'yayotgan bugungi vaziyat ostida chet ellardagi Uyg'urlarning yana vatanga ziyoratga berishning Uyg'ur davosining va Uyg'urlarning chet eldagi obrazi intayin nachar, salbiy ta'sir elib keldiganligini, Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan chet ellik do'stlarimizning kallasida Uyg'urlarga nisbatan gumoniy qarashlarning paydo bo'lishiga sababchi bo'lganligini, Uyg'urlarning vatanga berishining amaliyoti butun ishki tashqi tashviqotni umumyuzlik safarbarlikka keltirib, o'zining Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini oqlashga urinib kelayotgan Xitoy hokimiyatining bu xil tashviqot uchun bevosita xizmat qilish ekanligini ta'kidlab o'tdi. Qurultayning tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhod Yo'rinqash apandimmo yig'inda qilgan so'zida Qurultayning prinsiplarida Qurultay vakillarining va ularning bevosita oila a'zolarining vatanga berishining qattiq cheklanganligini eslatib o'tish bilan birga, Xitoyning chet ellardagi Uyg'urlarni o'zlarining yuqorqidagi razil maqsadlar uchun xizmat qildirish harakatiga qarshi avval Qurultay vakillarining boshlamchilik va nazoratchilik rolini yaxshi joriy qildirishning to'liq zarur ekanligini ta'kidlab o'tdi. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati chet ellardan kelgan Uyg'urlarni dog'dug'liq marosimlar bilan qarshilab, ularning urug' tuqqan va do'st yaranlarini aeroplan stansiyasiga chiqib ketib olishiga tashkillash va bu ko'rinishlarni turli ijtimoiy taratqular orqali chet ellarga keng doirada tarqatish orqali chet ellardagi Uyg'urlarning hech bir cheklimsiz vatanga erkin berib kelayotganligidek bir soxta manzarani yaratishga tirishgan. Ammo vatanga borgan ba'zi Uyg'urlarning ishki inkosiriga qaraganda ular Beyjing aerodromida 7-8 soatlab savol-so'roq uchirgan. Urumchiga tushgandan keyinmi yana bir qancha kunlab go'zal Xinjiang barpo qilish va Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash kurslariga o'rnashtirilgan. 5 avgust shanba kuni Dünya Uyg'ur Qurultayining muavin raisi Zubayra Shamsiddin xonimning riyosatchiligida o'tkazilgan va Istiqlol marshimiz bilan boshlangan umumiy vakillar to'yğında oldi bilan Urumchi va Yakan shahidlarining shundaqli Sharq Turkiston xalqining erkinligi va hurlik uchun jonlarini fido qilgan, turmalarda, jazo lagerlarida hayotidan ayrilgan butun aziz shahidlarimizning ro'yi uchun Fatiha va duo o'qildi. Yig'inda yana Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat əpəndim Qurultayning o'tgan 4 oydan buyon elib borgan umumiy xizmatlar uchun doklad berdi. Qurultay raisi Dolqun İsa əpəndim yig'in oxirida Qurultayning buningdan keyin elib boradigan xizmatlar haqidagi plan programmalarini o'ttirib qo'ydi va bu haqda Qurultay vakillarining taklif fikrlari anglab o'tildi. 7-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayidan buyon har 4 oyda bir qatim Qurultay vakillarining umumiy to'yğini o'tkazilib kelinmoqda. Dünya Uyg'ur Qurultayı bilan Qurultay tarkibidagi Uyg'ur Demokratiya va Kishilik huquq markazi tarafidan tayyorlangan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan chegara halqagan bostirish siyosati haqidagi cho'ng hajmli tekshirish doklati 5 avgust chaqirilgan Dünya Uyg'ur Qurultayı umum vakillar to'yğında tunji bo'lib Qurultay vakillariga tanishtirildi. Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi tarkibidagi Kishilik huquq fondi jamiyatining iqtisodiy yordami bilan Qurultay tarafidan tayyorlangan va jami 37 bet 6 bobdan tarkib topgan mazkur dokladni Dünya Uyg'ur Qurultayining havolasiga asosan Hindiston
amerikalik tədqiqatçı Tanushirin xanım tərəfindən qələmgə ilingan bo'lib, dokladda Xitoyning chegara halqon bostirish siyosatining bevosita ziyonkashligiga uchragan Uyg'ur faoliyatchilaridan Fransiyadagi olim, Germaniyadagi Gulmira, Kanadadagi Anvar, Daniyadagi Maryam qatorliq bir turkum shohidlarning guvohliklari o'rin olgan. Dünya Uyghur Qurultayının məzkur doklati Angliyadagi Sheffield Universiteti Sharq Osiyo tədqiqat institutining lektori David Tobin və mustaqil tədqiqatçı Nirola Elima birlikdə tayyorlagan. Və bu yil 4-ci ayda e'lon qilingan muhacirat Uyg'urlarning chegara halqon bostirishga uchrashi degan temadagi cho'ng hajmlik doklatidan keyin e'lon qilingan yana bir cho'ng hajmlik tədqiqat doklati bo'lib, doklatda nuqtali holda Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqon bostirish siyosatidan qandoq mudofaa ko'rish masalasi texniklik holda yoritib berilgan. Qurultayning doklati chegara halqon bostirish degan nima? Xitoyning chegara halqon bostirish siyosatiga nima uchun qarshi turishimiz kerak? Xitoyning chegara halqon bostirish siyosatiga qo'llanayotgan vositalari, taratqulardan qandoq foydalanamiz? O'zimizning kishilik bexatarligimizni qandoq qo'g'dab qala olamiz? Gumonliq telefonlarga qandoq taqobil turamiz? Uyg'urlar yashayotgan davlatlar Xitoyning chegara halqon bostirish siyosatiga qarshi nimalarni qilish kerak? Xalqaro tashkilotlarni va matbuotlarni qandoq safarbarlik keltira olamiz? O'zimizning ro'yi sog'lomligini qandoq qilib qo'g'dab qala olamiz degandek nihoyat keng mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lib, dokladda ko'rsatilishicha Xitoyning chegara halqon besimi tufaylidan hozir chet ellardagi Uyg'ur jamoatida o'zaro gumonxo'rlik kuchaygan. Ba'zi Uyg'urlar jamoatdan uzoqlashib, yolg'izlik mahkum bo'lishga boshlagan. Nurg'un kishilarda gumonxo'rlik, Uyg'urlardan qo'rqish, Uyg'urlar yig'ilgan joylardan qochish, Uyg'ur tashkilotlari va shaxslarga ishonmaslik, ularni josus deb gumon qilish kayfiyatini yaratgan. Bundaq ro'yi holat oqibat ularni yolg'izlik ittirgan bo'lib, bu aslida jamoatning butunligini va madaniyatni saqlab qolishni taslashtirishga boshlagan. Qurultayning dokladida Xitoyning chegara halqon bostirish siyosatiga qarshi diasporadagi butun Uyg'urlar safarbarlikka chaqirilgan bo'lib, xalqaro organlardan Uyg'urlar yashayotgan har qaysi ellarning hukumatlaridan Xitoyning yuqorqidek razil siyosatiga qarshi jiddiy cheklash va qonun tadbirlarini yo'l qo'yish talab qilingan. Inglizcha qalamga ilingan mazkur doklad oldimizgi kunlarda Uyg'urchaga tarjima qilinib, Qurultayning tor beti va ijtimoiy taratqular orqali keng doirada tarqatiladi. Amerika hökuməti Xitoy hökumətinin Uyğurlarga qılıbatqan zulmünün irqi qırğınçılıq və insaniyyət qarşı cinayət ekanligini yana bir qatim ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2018 yılı ma'qullanib ishga kirishgan Eli Weisel irqi qirg'inchilik va vahshiylikning oldini olish qonuni 5-tarmoqining ijro qilinish ahvoli haqida yaqinda Amerika davlat majlisiga sungan dokladida Uyg'urlar masalasini navbatda dunyoda yuz berayotgan vahshiyliklar qatorida maxsus tilga olgan. Onunda mundaq deyilgan: Amerika ittifoqdoshlari va sheriklari bilan davomli hamkorlashib, Xitoyni ayblashni va uni Xinjiangdagi insoniyat qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi dokladida o'zlarining 2022 yil mobaynida vahshiyliklar qarshi turish bo'yicha qilgan xizmatlarini xulosalab chiqqan bo'lib, uningda Amerika va boshqa 49 davlatning BDT umum kengashining 3-komitetida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyni xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishga va BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining tavsiyalarini ijro qilishga chaqirganligi, chet ellarga qochib chiqqan Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarning Xitoyga qaytarilmasligiga kafolatlik qilish uchun konkret harakat qo'llanganligi, Uyg'urlarning majburiy emgak asosida ishlangan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishining oldini olganligini bayon qilgan va bu jihatda qo'lga kelgan bir qism natijalarni sharhlab o'tgan. Ular yana yuqorida tilga ilingan xizmatlarni davomli ishlab, Uyg'urlarning haq-huquqlarining kafolatga ega qilinishi uchun tirishadiganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining davlat majlisiga sungan dokladida Uyg'urlardan boshqa yana Ukraina, Yaman, Efiopiya qatorliq davlat va rayonlarda yuz berayotgan har turli vahshiyliklarni to'xtatish uchun qilingan xizmatlarni tilga ilingan va Amerikaning dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni kafolatga ega qilish, vahshiyliklarni to'xtatish uchun davomli harakat qilganligi ta'kidlangan. Şair Tahir Hamid İzgil 2017 yılı ailesi bilen Amerika'ya kelip panohlangandan buyan Xitoy hökumetining Uyg'ur xalqiga qaratgan yuqori texniklik bostirishlarni turli shakllarda anlatib kelmekte. 1 avgust günü onun öz keçirmişler asasida yazgan Keçide tutqun qilinishni kutish nomli kitobi xalqarodagi dаңlıq nashriyatlardan biri bo'lgan Penguin nashriyati tarafidan ro'yobga chiqdi. Bu munosabat bilan 3 avgust günü Amerika qalamkashlar jamiyati bilan Penguin nashriyati birlikda mazkur kitobni tonishtirish faoliyati o'tkazdi. Mazkur faoliyatda kitob avtori Tahir Hamid bilan bu kitobni inglizchaga tarjima qilgan doktor Joshua Freeman naq maydonda o'qirmanlar va har soha kishilarning savollariga javob berdi. Murosimga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat,
Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabri boshchiligidagi bir qism Uyg'urlarmi ishtirok qilib, milliy shoirimiz Tahir Hamid Izgil apandimga madad berdi. Abdur Tahir Hamid apandi Amerika qalamkashlar jamiyatining xodimi Nadina Farid xonimning mazkur kitobning ro'yobga chiqish jarayoni haqidagi savolga javoban, navbat Uyg'urlarning beshiq kelayotgan fojialarning maqolalarga sig'maydiganligi, shunglashqa o'zining bu kitobni yozganligi, shundaqla o'z kechirmishlari orqali Uyg'ur xalqining ham do'stlarining tragediyasini taqim tafsili yoritishga tirishganligini bildirdi. U mazkur kitobida Xitoy hukumatining ta'qib va nazorat sistemasi haqida bergan bir qancha misollar orqali kishilarning ashundoq yuqori texnikalik nazorat sistemasi ostida nimalarni his qilib yashayotganligini yoritmoqchi bo'lganligini bayon qildi. Abdur kechida tutqun qilinishni kutish nomli bu aslim xarakterli kitobida Uyg'urlarning yuqori texnikalik nazorat sistemasi ostida qanday qilib bir-birlab tuyuqsiz g'oyib qilinayotganligini hikoya shaklida anglatgan. Kitobga yana shoir Tahir Hamidning tanlangan she'rlari kirgizilgan bo'lib, u bu she'rlarning kitobdagi mazmunlarni kuchaytirish rolini o'ynaydiganligini, o'zining bir shoir bo'lish sifati bilan kitobga kirgizilgan bu she'rlar orqali she'rning Uyg'urlarning hayotidagi ahamiyatini ifodalashni maqsad qilganligini bildirdi. Faoliyatning oxirida shoir Tahir Hamidning yangi chiqqan kitobini o'qigan o'qirmanlar o'zlarining bu kitob haqidagi ta'sirotlarini ko'pchilik bilan o'rtoqlashdi va his qilgan ba'zi nuqtalar haqida savol so'rashdi. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.